Tilida ishlab, sliv qilayotgan treyderlar uchun ajoyib savdo strategiyasi. HowUSD oltin savdosida FVG gaplar bilan ishlash. Bu narx grafikida bozorning nomutanosib harakatlaridan hosil bo'lgan bo'shliqlar gaplar asosida savdo qilish strategiyasidir. Bu usul asosan ICT metodologiyasi asoslanadi. FVG nima? FVG bu 3 ta ketma-ket shamdan iborat bo'lgan tuzilma bo'lib, unda o'rta shamning yuqori yoki pastki qismi yonidagi shamlar bilan to'liq yopilmagan bo'lsa, narx muvozanatdan chiqib ketgan degani. Gap bilan savdo qilish. Birinchidan, trendni aniqlang. Eng yaxshi FVG signallari trend yo'nalishida bo'ladi. Ikkinchidan, FVG zonalarini belgilang. Birinchi va uchinchi shamlar orasidagi bo'shliqni chizing. Uchinchidan, narx qaytishini kuting. Narx FVG zonasiga qaytib kelganda kirish signalini qidiring. Ushbu videoda gapni aniqlash va savdo qilish usullarini qisqacha yoritib berdim. E'tiboringiz uchun rahmat.